jarayoni. Lekin bu to'g'rilar 3 yoshli. Yildan keyin 3 yil ichida 1000 gektar yer bor-da. 3 yil ichida to'g'rilanadi. Hozir qisman harakatlanadi xolos. Bu taydan olib tashlash kerak. Ichkarida hammasiga xalaqit beryapti. Keyin kelib olib tashlaydi aka buni. 4-fevral. Kallilab qo'ying. Tomchilar sug'orishda ana Vanday ko'duriylari o'zbek tilini birinchi bo'lib pishadi. Aprel oxirida pishar ekan mashitlarda. Shuni hozir ko'rsatish jarayoni. Yakka lider qilib quyoshga yangi shoxlar olib chiqib badaniga yotqizish kerak mevalarni. Shuning uchun mana ko'rsatilyapti bir tupini. Bu ham kerak. Mana shu shoxni yonidan chiqarmasdan 2 yil ushlab tursa, to'liq mashinaga yotib ketadi. Faqat sizga mana buni ham olish kerak-da. Buni ham olsa bu qaytini kutyapti bunga. Teparog'ini olib qo'yaman aka. Sen topalasan. Bu holatga kelingan-u bu orada bir. O'sha holatda ushlab turish kerak. Sabab Keyin u rivojlanadi-da, meva ko'kda. Uni ushlab turmasdan rivojlanmaydi. hozir menga mevasi yetib otadi-ku buni. Nimaga? Yana ham yo'q bo'lib ketadi-da hozir. Bu o'syapti. O'sishdan hisoblanmaysiz baribir. O'svoy. Tayvantegiz o'sish payvantek. Yovvoyidan, to'g'rimi? Buni suvi sizni ko'p ekan. Suvni ko'p beryapsiz bunda. Suvdan ham qisish kerak bo'ladi. Mashina qilib har bitta shoxga yakkalab chiqish kerak-da. Vandergutda.